meni topolmaydi deb o'ylaganmidi bu yaramas. Yo'q, hozir men uni topaman-da, o'ldirib yuboraman. Yaxshiyam uning oldidan menga uy qurib berdi. Agar uzoqroqda uy qurib berganga uyiga kelsam qiyin bo'lardi. Tak hozir yaramas, do'qa mendan ko'rasan, men seni o'ldiraman. Sen meni aytganimni qilmagan degan vaqtida. Mendan ko'rasan, men seni yo'q qilaman. Qaneding mana ekansan, yotsanmi? Hozir ko'rasan mendan yaramas. Menimcha so'z bo'lib qoldi-yu, lekin bilmadim ishlamayapti. Nahotki g'alati ovozlar eshitilyapti. Barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan yana Jo'xa va yangi videodasizlar. Obunachlar, korоче, ertalabdan notebookimni yoqqandim, yonmay qoldi. Hozir o'shani sozlayotgandim. Menimcha so'z bo'lib qoldi shekilli, lekin g'alati ovoz chiqaryapti. Protsessormi yoki boshqa joydan ovoz kelyaptimi? Adashmasam, nima edi, bot bir balo degan narsa bo'ladi. O'shandan g'alati ovoz kelyaptimi bilmayman. Eshigimni almashtirib qo'ymoqchi edim, chunki yangi eshik baribir bilasizlar, eski eshik g'ichirdab qolgandi. Uni moylash kerak edi-ku, lekin menda moy bo'lmagani uchun moylay olmay turgandim. Tak, mana bu yerni tartiblab qo'yish kerak albatta. Xo'p, ana endi poliz ekinlarimni yig'ishtirib olishim kerak, chunki juda ham ko'p hozirlar pishib ketgan. Hozir alo eshitaman. Jo'xa, qayerdasan? Uydaman, janob mer. Tez yonib yetib kel, mehmon kelgan qishloqqa. Ha, bo'pti, hozir boraman. Yo'q, yangi mashina. Ko'ryapsizlarmi, takoy mashinam bor. Xo'p, endi buni bir amallab haydab olvorsam janob Medionigacha, to'g'rig'i bu meni mashinam emas. Hazillashdim sizlar bilan. Bu o'sha yangi kelgan mehmonning mashinasi bo'lsa kerak, hoynahoy, chunki meni mashinam yo'qligini hammalaring bilasizlar-ku, qayerdan mashinam bo'lishi mumkin. Tak, mehmon kelgan dedi janob mer. Hozir o'sha mehmonni, короче, tak nimadir qilish kerak. Menimcha mehmonni mehmon qilsam kerak, ya'ni u yoq bu yoqqa borib aylantirib degandek har xil narsalardan olib berib nima deyapman, yegulik ichimliklardan degandek o'shalar olib beraman. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Qalaysan yigitlar, yaxshimisan? Tushunmadim janob mer, bu kim? Bu Minion, tanish. Minion? Ha, Minion. Nima qilishim kerak bu Minionni? Короче, Minionga xohla uy qurib ber, xohla o'zingni uyingda mehmon qil. 2-3 kun turar ekan, keyin ketar ekan. Men 2-3 kundan keyin ketaman, tushundingmi, Do'xa? Ismimni nimaga aytdingiz? Axir bu ismimni noto'g'ri aytyapti-ku. Endi buni tilida shunaqa aytilar ekanda. Короче, tak uy qurib bersang, xohla uy qurib ber. Va mana sandiq ichida narsalar bor agar uy quraman desang. Juda ham g'alati-yu janob mer. Ha, shunaqa, lekin uy qurib berishni maslahat beraman. Seni uyingda joy kam-ku. To'g'ri aytasiz. Mayli unda janob Minion siz uchun uy qurib beraman. Ha, yaxshi bo'lardi. Sen yaxshi bola ekansan, Do'xa. Mayli, unda ortimdan kelarsiz balki. Ha, yur, qayerda seni uying? Meni uyim ana u tomonda qishloqni boshida. Ha, yur chiqaring, o'zi yaxshi uying. Yo'q, uyimni yaxshi yomonligini sizga nima aloqasi bor? Sizga yangi uy qurib bermoqchiman. Ha, unda yaxshiroq uy qurib ber, har xil sharoitlarga ega bo'lgan. Har xil sharoitlarga ega bo'lgan uyda shaharda ham topa olmaysiz lekin, bratan. Nima deganing bu axir? Men uyimda sharoiti dahshat. Qanaqa sharoitlari bor? Meni uyimda oyoq kiyimlar yetib qo'yish uchun maxsus gilamda bor. Meni uyimda oyoq kiyim yechilmaydi. Xohlagan joyingizga kiyib yursangiz bo'ladi. Unda meni uyimda maxsus suvni isitgich narsa bor. Meni uyimda unaqa sharoit yo'q. Men shunchaki quyoshga chiqazib qo'ysam suv qiziydi. Meni uyimda esa maxsus suvni sovutgich narsa bor. Meni uyimda esa suvni uyimning ichiga kirgizsam qaytib suviydi yana quyoshga qo'yganim. Ha, unda tak yana nima bor uyimda hozir eslab olay aytaman. Uyingizda menimcha katta ehtimol bilan eshik bo'lsa kerak-a? Yo'q, ana shu narsa yo'qda menda. Ko'ryapsizmi, sizda sharoit yo'q ekan. Men sizga hozir eshikli uy qurib beraman, mazza qilib sharoitda yashaysiz. Voh, baraka top, sen zo'r bola ekansan. Rahmat, Addusi. Addusi. Lekin brat, Addusi bo'lmaydi-da. Nima bo'ladi? Addushi bo'ladi. Ha, Addusi. Shu baribir Addusi der ekansiz-a? Mayli, necha voshinasi qilmaydi. Tak, hozir mana bu joyda adashmasam to'g'ri keladi. Mana shu tomon bir qator to'g'ri qo'yibman ekan. Juda ham yaxshi. Ana endi o'rta qismlarni tosh bilan davom ettiraman. Juda ham takoy, normali. Xo'p, bratan, uyingiz katta, unchalik katta bo'lishi shart emasmi yoki kattaroq bo'lishi kerakmi? Iloji bo'lsa kattaroq bo'lsin. Chunki meni bilasan, semiz odamman. Yo'q, semiz emassiz-ku. Necha kilosiz? Men 43 kiloman. 43 kilo odam semiz bo'ladimi?
Ha, bilmadim endi, men 40 kiloman-da. Men esa 54 kiloman. Ha, unda sen mendan semiz ekansan-ku. Ha, o'zimga moslab qo'raman. Siz bemalol sig'asiz, bratan, xavotir olmang. Ha, bo'ldi, отдуси, lekin bora отдуси вообще. Такой bola ekansan. Ha, addusi, brat, addusi. O'zizga ham addusi. Ha, rahmat, Doha. Keyin bitta gapda, men ismim Doha emas, Joha. Ha, Doha-da, shu Doha deyapman men ham. Yo, siz Joha demayapsiz, Doha deyapsiz. Doha bilan Joha nima farqi bor? Joha dedingiz, ko'rdingizmi? Adasib aytib yuboribman. Doha demoqchi edim. Qandaysiga siz Joha deb turib yana Doha deb yuboryapsiz? Endi tilim ketib qoldi-da Dohaga. Ya'ni Dohagami, Johagami? Dohaga deyapman-ku. Shu Doha bilan Johani adashtirmang, iltimos. Meni ismimni yomon yerga urib tashlayapsiz, bratan. Doha bo'lgandan keyin Doha deyman, nima dey? To'xtang, emas, uyingizni ustini yopib beray birinchi o'rinda. Keyin uyga kirib maza qilib yashab o'tirasizmi, olsangiz, yotib o'tirasizmi, olsangiz, o'tirib turasizmi, nima qilsangiz qilasiz, короче. Ha, bo'pti. O'zi daraxtlarni ham olib tashlagan, menga xalaqit qiladi. Bu ishni qilaverib ham aytasizmi? Ishni qilayotgan paytim nagli o'sha qilmayapti deb o'ylab aytyapsizmi, bilmayman. Yo, sen bilyapsan, ishni qilyapsan. Lekin u daraxtlar menga xalaqit qiladi. Yo, lekin men bitta narsa tushunmayapman. Qanaysiga sizga xalaqit qilishi mumkin bu uy ustida turgan bloklar, ya'ni daraxt shoxlari? Yana men uyim ustiga chiqqan paytim ko'rib qo'rqib ketdim mumkin. Daraxt shoxidan ham qo'rqadimi odam? Men odam emasman-ku, tentak. Ha, to'g'ri, siz minyonsiz. Siz qo'rqishingiz mumkin rostdan ham. Mayli, hozir men uyingizni deyarli qurib bitkazdim. Mana bu tomonni olib tashlasam bo'laveradi. Jitellarni uyini uslubida qildim, ya'ni to'g'ri kuznitsa usulida qildim. Kuznitsa usulida? Ha, kuznitsa. Ha, zo'r ekan kuznitsa usuli. 2 xona qilib qo'yingizdi, bo'laveradimi? Iloji bo'lsa 8 xona qilib ber. 8 xonani bilasizmi, qilish qancha vaqt oladi? Qancha vaqt oladi? Anta vaqt oladi. Chunki 8 xona bu 8 xonada. Sen meni izdivasta qilyapsanmi? Yo'q, qanaysiga izdivasta qilaman? O'zimni o'xsatmayapsan-ku. Nima deganimni o'zim tushunmadim, sen tushundingmi? Siz tushunmaganini men qayerdan tushunaman? Siz o'zingiz xayolingizda kelgan gapni gapirib tezaltishyapsizmi? Nima qildingiz, tushunmay qoldim. Ha, mayli, unutaver. Qaror, tezroq uyni qursang, men maza qilib dam olardim. Kelguncha juda ham charchadim. Nima qilib charchadingiz, bratan? Qaror, kelayotganimda mashina buzilib qoldi. Keyin o'tani sozlash uchun usta chaqirdim. Usta kelgan payti usta kutib o'tirib kelisini. O'tani kutib charchadim to'g'rog'i. Kutib charchabsiz, men ish qilib charchayapman. Kutib charchash qiyin-u, ish qilib charchagandan ko'ra. Bo'lmasa, men o'rningizga kimnidir kutaman. Siz menga polizdekinlarimni tozalab bering. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Men tozalab beraman, sen meni kutasan faqat. Sizni kutamanmi? Ha, meni kutasan, qachon tozalab bo'lishimni. Qancha vaqtda tozalab bo'lasiz? Где-то bir yillardami, o'sanaroq. Oho, rostdan ham kutish yomon ekan. Bo'ldi, kutmayman, bratan, kutish og'ir narsa ekan rostdan ham. Siz 1 yil poliz tozalashingizni kutgunimcha, men 1 yilda 365 kunda 365 marta poliz tozalayman. Ha, demak sen kutmaydigan odam ekansan. Kutmaydi hech kim buncha vaqt. Ha, tushunarli. Bo'pti, qarorchisak, sen lekin meni yomon asabimni buzyapsan. Nimaga asabingizni buzyapman? Uy quryapman siz uchun. Bu uy menga yoqmayapti. Nimaga yoqmasligi mumkin? Nahotki yashaysiz 2-3 kun. Ha, tushunmayapman baribir. Qarorchi, uyga yoqmayapti. Sen meni asabimni buzyapsan. Sen menga yoqmay qolding o'zi. Nimaga men sizga yoqmay qolaman? Men sizga yoqishga majbur emasman, bratan. Endi baribir yoqishing kerak edi menga. Yoqmasang, yoqmaydigan odam bo'lib qolasan. Yoqmayman. Mayli, yoqmadim sizga. Lekin men xarakteri yoqmayapti. Nimaga yoqmaydi? O'zingizcha buncha qilib tashlamang. Siz ham menga yoqayotganingiz yo'q? Yo'q. Demak, sen meni yomon ko'rasan. Siz nimaga meni yomon ko'ryapsiz? Men ham sizni yomon ko'raman, siz meni yomon ko'rganingizdan keyin. Sen hali shunaqamisan. Qanaqa bo'layin? Siz meni o'zingiz yomon ko'ryapsiz. Men ham sizni yomon ko'raman, siz meni yomon ko'rganingizdan keyin. Ha, shunaqami hali? Sen cho'ta yomon bola ekansan. Mendan ko'rasan hali. Nima qilasiz? Nima qo'lingizdan keladi? Hali ko'rasan deyapman mendan. Tushunmadim. Nima qilmoqchisiz? Ko'rasan, vaqti keladi hali. Afsuslanasan. Yo'q, afsuslanamanmi? Ha, rostdan afsuslanasan. Nima qilasiz? Gapirishni o'rganasizmi? Sen meni hali gapirishimni izdivasta qilyapsan, ko'ryapsanmi? Hech hamda izdivasta qilayotganim yo'q, brat. Ko'ryapsan, mana o'zing tanlab izdivasta qilyapsan. Sen izdivasta bo'lmaydi, nimasu? Su izdivasta emas-da, brat. Sen ragli izdivasta qilib tashlayapsan lekin. Brat, men ragli izdivasta qilmayapman sizni. Yo'q, sen ko'ryapsanmi? Mendan ko'rasan, endi bu hali vaqti keladi, hali afsuslanasan. Yo'q, brat, afsuslanmayman.
Afsuslanasan, hali afsuslanasan aytmagina. Yo brat, rostdan ham afsuslanmayman. Bo'pti. Shunaqa qilaver hali sen. Ko'rasan mendan yaramas. Ha, mayli brat. Qarab turing, lekin afsuslanmayman. Chunki siz afsus so'zini to'g'ri aytishni bilmayapsiz-ku hali. Ha, bo'pti, ko'rasan dedim u. Nima qilasiz? Nima qilishingizni ayting, xatyaba. Короче, ko'rasan, uzog'i bir kun ham vaqt ketmaydi nima qilsimni ko'rsatimga. Mayli, kutaman. Bir kun ekan, bir kun kutish problema emas men uchun, bratan. Bo'ldi, gap yo'q. Men kutib turgin nima qilsimni ko'rasan o'tanda. Narsalar qo'ydingmi kabatni hisobsa? Nima dedingiz, bratan? Короче, ichkari kitib qo'ydingmi hamma narsamni deyapman. Ha, men tushunishim bo'yicha ichkari kiritib qo'ydingmi hamma narsamni dedingizmi, shunaqami? Shunaqaroq. Ha, shunaqaroq bo'lsa kiritib qo'ydim hamma narsani. Hozir eshik ham qo'yib beraman. Tezlastir faqat. Endi kabit kitib Bratan, siz alfavitni qusyapsizmi, nima balo? Yo'q, nima deganing bu? G'alati gapiryapsiz-da, shunga so'rayapman. Sen unaqa g'alati gapirib tashlashgan yo'q, tushunibsan sen? Yo'q, bratan. Siz rostdan men asabimni buzyapsiz, lekin realni gap. Sen meni buzayotganim yo'q. Sen o'zbekchaga tushunsan bo'lsa, O'zbekchaga tushunmasam qanday sizga o'zbekcha gapiryapman? Jinnimisiz? sen meni babrasam buzing. Mendan ko'rasan hali yaramas vaqtda. Bo'pti. Ko'rsating, ko'rsatgan vaqtingiz ko'raman. Nimani ko'rasan? O'sha ko'rsataman deyotgan narsangizni-da. Seni xayoling buzuq ekan. Men nimani ko'rsataman deyapman, sen nimani tushunyapsan? Yo, men seni kechirasiz, sen deb yuboribman. Hali sen meni sen dedingmi? Ha, sen dedim, prosta adashib sen deb yuboribman deyapman, tushunyapsizmi? Sen deganing uchun mendan battarroq ko'rasan endi. Bo'pti, ko'p laqillamang iltimos. Uyingizda o'tiring, bitta joyingizni qisib, xo'pmi? Bo'ldi. Ana endi kirib dam olsam bo'ladi. Yomon asabimni buzib tashladi, yaramas. Yomon uyqum kelyapti. Kecha yaxshi uxlamagandim. Qarorchi hozir uxlayman mazza qilib. Meni topolmaydi deb o'ylaganmidi bu yaramas. Yo'q, hozir men uni topaman-da, o'ldirib yuboraman. Yaxshiyam uyini oldidan menga uy qurib berdi. Agar uzoqroqda uy qurib berganga uyiga kelsam qiyin bo'lardi. Tak hozir yaramas. Do'qa mendan ko'rasan, men seni o'ldiraman. Sen meni aytganimni qilmagan degan vaqtda. Endi mendan ko'rasan. Men seni yo'q qilaman. Qanday mana ekansan, yotsanmi? Hozir ko'rasan mendan yaramas.